Biza Parijda deb o'yladingizmi? Yo'q, biza Parijda emas. Travmatologiya hududidan bitta 3 xonalik lyuks kvartirachamiz sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Travmatologiya hududidan 3 xonalik uyimiz chiqdi. Ikkinchi qavatga полноценный 3 xona. Umumiy kvadratura 83 metr kvadrat. Asosiy kirish qismimiz chiroyli sifatli eshik qo'yilgan. Ajoyib zamonaviy chiroyli remont. Klassikani yaxshi ko'radiganlar uchun. Hol qismi bo'lyapti. Xonalar alohida-alohida. Общий санузел. Висящий unitazlargacha. Uyimiz полностью теплый pol bo'lyapti. Mana bu yerda oshxona qismi. Chiroyli kuxona mebel qilingan texnikalari bilan. Bu yerda bitta kattalar uchun yotoqxona. Hamma sharoitlar qilingan, двухспальный, derazalari bor. Bez глухой. Mana bu yerda bitta bolalarimiz uchun yotoqxona bo'lyapti. Va mehmonxonamiz. Mehmonxonamizga televizor, ajoyib parda va mahkam mebellar qo'yilgan. Mehmonxonamizga ikkita deraza bo'lyapti. Travmatologiyaga qarab turibdi. Samarqand shahar Travmatologiya ko'chasi 3 xonalik, ikkinchi qavatda 83 ming deyapmiz, yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, srochno bizga murojaat qilinglar. Narxini chiroyli qilib olib beramiz. To'liq ma'lumot uchun pastda nomini qoldiraman. Ilim hammangizga mana shunaqa uylar olish nasib etsin. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga bitta like, podpiska bosib esdan chiqmasin. E'tiborchi rahmat, xayr, salomat bo'linglar.